Shunaqa do'stlarni ko'rdim men. Boy, puldor, endi ularni o'rtasiga borib qilam sig'maydida shunaqa yaqin bo'lib ketgan. Shunaqa to'y qilsa $1000 to'yana beradi. Gap qilsa $1000 gap o'ynaydi bir-biri bilan-da. Shunaqa qadrdon. Endi inoq bularga havasiz keladi. Shundoq holatlarni ko'rdikki, o'sha ulfatlarning ichidan birortasi bir kriminal ishi uchun yoki boshqa aldam-qaldam ishi yoki firibgarlik uchun qo'lga tushib anerga qamalib qolsa, anerga olib kirib qo'ysa, o'sha atrofidagi do'stlar o'sha kuni uni kontaktdan o'chirganlarini ko'rdim. Birortasi qolmaydi. Ertaga telefondan chiqib qolsam, seni ham salom aliging bor ekan, kontakting bor ekan deb meni ham chaqirib qolmasin deb o'sha kuni kontaktdan o'chiradi birodar. Kim bo'lishidan qat'iy nazar o'chiradi. U yerni qariga olib kirib qo'ymaydimi sizni? Yerni tegi qamab qo'ymaydimi sizni? Ota-onangiz hech qachon sizni kontaktdan o'chirmaydi. Qaytaga meni o'sha joyga kirsam bo'lardi bolamni o'rniga deb o'zini jonini qayerda ko'rdingiz? Kasal bo'lganingizda do'stim senga kelgan balo, senga kelgan dard menga kelsa bo'lardi degan do'stni ko'rdingizmi? Boshingizga balo kelganda menga kelsa bo'lardi degan do'st o'lganda seni o'rningga men o'lsam bo'lardi degan do'stni ko'rdingizmi? Yo'q bunaqalar. Buni faqat ota-ona aytadi. Kasalman bo'lsa Parvardigor bolamni dardini menga olib ber, men o'lay deydi. Bola o'lsa, bolamni o'rniga meni jonimni olsang bo'lmasmidi deydi. Mana do'st kim do'st?